Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'ayyibona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz ayollarda uchraydigan ko'krak mastopatiya haqida suhbatlashamiz. Hozirgi kunda ko'krak mastopatiya kasallik turlari faqatgina ayollarda emas, ayrim holatlarda erkaklarda ham ko'krak mastopatiya uchrab turadi. Buni hamma biladi. Bir 50 ta 60 ta ko'krak mastopatiya davolaydigan bo'lsak, shuning ichida bitta, ikkita erkak ham uchrab turadi. Ko'kragimga qattiq keldi, ko'kragim og'riydi degan erkaklar uchraydi. Endi ayollarda ko'krak mastopatiya bo'lishiga sabab ayniqsa eng katta sababi, buni hamma biladi, ayollar erkakdan ayrim holatlarda yashash sababi bo'ladi. Birinchi, mana erkaklar uzoqqa viloyatlarga yoki bo'lmasa chet ellarga, Rossiya, Kazak shu tomonlarga ishga ketadi, oylab yillab ketadilar. Shu sababli ayollarda ko'krak mastopatiya kasalligi paydo bo'ladi. Birinchi sababi shu. Endi ayollarda ko'krak mastopatiya bo'lgan holatda ayollarda jenskiy taraf bilan ko'krakni liniyasi bir bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Chunki ayollar farzand dunyoga keltiradi. Farzand dunyoga kelgunga foyda bo'lib, Allohning qudrati ila bachadondan qarinboshligiga tushgandan keyin farzand bola shakllanib to tug'ilganga qadar emib turadi. U tug'ilgandan keyin og'zida emadi ko'krakni. Tug'ilmasdan oldin kindik orqali oziqlanadi. Shundan bilsangiz bo'ladi. Va ayollarimiz hammasi biladi bu narsani. Shuning uchun ko'krak mastopatiya kasalligi borki, ayolni matkisida, bachadonda ham ayniqsa kista yoki o'simta ya eroziya bir nima bo'ladi. Обязательно. Ko'krak mastopatiyani davolashdan oldin обязательно matkiga ham urg'u berib, matkiga ham e'tibor qilishimiz kerak. Jenskiy tarafga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ko'krak mastopatiyani davolab, jenskiy tarafni davolamaydigan bo'lsangiz, ko'krak mastopatiyani tuzalishi, sog'ayishi qiyin bo'ladi. Shuning uchun обязательно matka bilan ko'krakni ikkisini birga davolash kerak bo'ladi, davolanish jarayonida. Agar shunaqa qilib davolanadigan bo'lsa, Allohning qudrati ila tezroq shifoli bo'ladi. Ko'krak mastopatiya kasalligi bilan og'rigan bemorlar, men oylab, yillab davolandim, 5 yil, 10 yildan buyon davolanib kelyapman. Bitta ko'kragimni oldirdim, 10 ta ximiya nur oldim, 20 ta, 30 ta, hattoki 40 ta, 60 ta ximiya nur oldim degan bemorlar ham ko'plab uchraydi. Allohning qudrati ila bizning Nur aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, siroplari, malhamlari yordamida har qanday ko'krak mastopatiya bo'ladimi, jenskiy tarafda kista, mioma bo'ladimi, eroziya bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar bizning Nur aziz sog'lomlashtirish markazimiz tabiiy giyohlari, malham siroplari yordamida sog'lom bo'ladi. Tavsiya qilaman shuni. O'qildor olmasdan, jarrohlik yo'li qo'llamasdan bitta ko'krakni olib tashladim. Ikkinchi ko'kragim o'tibdi, ikkinchi ko'kragim ham operatsiya qilish kerak deb turibdi doktorlar, operatsiya aytib turibdi degan bemorlar ko'plab uchraydi. Hech qanday qayta davolashga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ko'krakni butunlay olib tashlashga, matkini olib tashlashga umuman hojat yo'q. Qayta davolanishga umuman hojat yo'q. Matki bilan ko'krakni holatini ko'rib, shunga qarab lechina belgilanadi. Biz aytgandan sal ertaroq bemor sog'lom bo'ladi. Allohning qudrati ila va qayta davolanishga, jarrohlik yo'li qo'llashga, ximiya nur olishga umuman hojat yo'q deb tavsiya qilaman. Mana 30 yillik ish faoliyatimiz 1-oktyabrda 31 yil bo'ladi ishimizga, Xudo xolasa. Allohning qudrati ila
tabiiy giyohlar, siruplar yordamida har qanday ko'krak bilan, matka bilan bog'liq bo'lgan kasallik turlariga shifosi bor. Bemalol kelib, lechini olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Qayta davolanishga umuman hojat qolmaydi. Bemor sog'lom bo'ladi. Allohning qudrati ila. Avvalam Alloh, qolaversa sababchimiz. Layklaringizni bosavering. Oldingi efirlarda aytib o'tganimdek, bitta laykingizga Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib, 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga ega bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Layklaringizni bosaveringlar. Kelgusi efirlargacha bemorlarimizga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin.